alaykum. Nasib zamon ishimizni tugatdik. 6 ta. Quyoshda liniyalari bilan bitta liniyada nasib so'z narigi tomondan olamiz. Bu yerdan soyadan zo'r olinayotganda. Mana bitta, ikkita, 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta. Mana bitta liniyada bo'lib, hammasi chotki bo'ldi. Tagi buncha baland bo'lgani sababi hovli ko'tarilgan ekan bu yer. Shuning uchun 70-75 cm soqilga joy qoladi. Undan keyin tomba bo'ldi. Shuni hisobini chiqarib qo'yib berdik. Uyda mana ustalar ishlab yotibdi. Katta usta. Mana bu tomondan bitta liniyada nasib qilsa gullari bilan mana chotki chiqdi. Kimga shunaqa xizmat kerak bo'lsa telefon qilsangiz qilib beraveramiz. Sifatli qolib kerak bo'lsa uni ham qilib beraveramiz. Qolib ham bor, qo'yib berish xizmati ham bor. O'zbekiston bo'yicha xizmat ko'rsataveramiz. Qolib olganlar bizda juda ko'p. Vodiydan, bu yoq Voha, Xorazm, Qoraqalpoq o'shalar nomerini beramiz. O'shalar borib qo'yib beradi agar o'zimiz vaqtimiz bo'lmasa. Endi bu yerlarga e'tibor qilmaysizlar, remont ketyapti. Bir dona bo'ldi bor yo'g'i, lekin uyda diagonal to'g'ri emasda. Shuning uchun mana bunday bitta liniya qo'yib berdik. Kelajakda bu do'q tavrida yoni birgalikda apshipka bo'ladi-da, ichkari tomoni hovuzcha bo'ladi. Shuning uchun mana shunday qo'yishga qaror qildik mana.